Assalamualaikum kanalıma yaxshi munosabat qilsin inshaalloh. Men hozir oq kiyimni qo'zmoqchi. Oq kiyimni qanday qilgancha pakiz chiqarib bo'ldi. Buni ko'rsatmoqchi. Men bu yerning o'tir qismiga yumushdi deydi, xushbiroq qo'ydim. Endi men bu ikki tarafiga supun qo'yaman. Har ikkala tarafiga qo'yaman. Bu yerga qo'ydim. Bu tarafiga supun qo'yma ko'rganlaridek har ikkala qismiga asosdan supun to'kdim. Endi yana har ikkala qismiga suda, ya'ni karbonat supun to'kib bo'ldik-ku. Endi har ikkala qismiga az-azdan mana menga suda to'kdim. Bu tarafiga bir qo'shiq soda to'kdim. Ya'ni sizlar paketlab olib qolsanglar, men kilolab olaman. Bir paketni to'ksanglar bo'ldi. Mana bu holatda to'kib etdim. Endi itib, odatda men oq kiyimni 60 gradus tuymayman, hech qanday kirim 90 gradus tuymayman. Normal rangsiz, ya'ni rangli kiyimlar bo'lsa 40 tuymayman. Ama boshqa kiyimlarni 60 oq kiyimni chuqur mutlaqo 60 tuymayman. Hargiz 90 ga chiqmayman, chunki kiyimlarni buzib etadi 90 da. Mana men hozir gömlek qismiga keldim. Bu yerda mana 60 gradus, ısıtma süresi 800, 2 saat olmalı çıktı. Ben bu yerga ön yıkama qilsam, bu saati nima qilib uzraydi, chunki men ön yıkamada yumayman. Normal 1 saat 19 sekund, yani bu biraz ne deyimiz, hızlı yıkama, çaqarroq yuydu. Ondan keyin yeni normal yuyman desam, mana bu shu. O'zim 2 saat yuydig'ini men 2 saat tutulmayman, chunki 1 saat 19 minut yetarlik. Bu 90 gradus 60 bo'lgandan keyin bu qiziq suvda uzoq turaversa, kiyimlarninki raqti pet chiqib ketadi. 60 da 800 tuyman. Ammo rangli kiyimlar bo'lib qolib qolsa 40 bilan 600 yoki 40 bilan 80. Ondan keyin narin, nipis, perda degandek narsalar bo'lsa 30. Ya'ni shu narin yiqimiga kelaman. O'sha yerda kelib yuyman. Hozir men oq kiyim yuyadigan bo'lg'achqa shu gömlek yiqimida qildim. Odatda hamma kiyimda gömlek yiqimida qilaman. Ammo faqat gradusi o'xshamaydi. So'ning gradusi ma'lum siqma. Ammo lekin asraydigan qattiq nima kiyimlar bo'lsa higiyenda yuyman. Mening odat qo'llanganim gömlek, higiyen, narin, ya'ni el yiqima. Shuni qo'llanaman. Mini yiqima 30 minutlik, ba'zan oddiylam siqiflam qo'ysa bo'ladigan narsalarni mini yiqimida 28 kunlik yuyman. Mana bu holatda men kiralig'imni boshlatib etdim. Oq kiyimlarni bu holatda yuysanglar bo'ladi. Ya'ni ikkala tarafga supun qo'yib 60 gradusda yuysanglar bo'ladi. Mendan bu to'g'riliqga savol ko'p bo'lganligi uchun bugun shuni ko'rsatishni to'g'ri ko'rdim. Sharat qilsanglar bo'ldi.